Andijon viloyati Asaka tumanida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda bir guruh yigitlar o'rtasida nizo va 2 nafar yigitning kaltaklanishi keng muhokama qilinmoqda. Hodisa jamoatchilik e'tiborini tortdi va huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan aybdor shaxslar qo'lga olindi. O'rganishlarga asosan ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, harakatlari qonuniy tartibda rasmiylashtirildi. Tergov yakuniga ko'ra Asaka tumani sudi sudlanuvchilarga 3 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosini tayinladi. Janjalga nima sabab bo'lgan edi? Hozirgi lavhada tafsilotlar bilan tanishamiz. Ma'lum bo'lishicha, joriy yilning 8-iyun kuni tongi soat 4:30 larda tuman hududida yashovchi 24 yoshli fuqaro 3 nafar sheriklari bilan birga tumanning Qadriyat mahallasida istiqomat qiluvchi 21 yoshli yigit bilan o'zaro kelishmovchilik ortidan janjallashib, uni urib do'pposlab tan jarohati yetkazishadi. Shu bilan birga 28 yoshli yana bir fuqaroga o'rtacha og'ir tan jarohati yetkazilgani ma'lum bo'ldi. Aslida janjal nimadan kelib chiqqanligini bilish maqsadida voqea sodir bo'lgan manzilga bordik va voqea guvohlarining so'zlariga quloq tutdik. O'sha kuni aniq chislosini, chunki 2 oy avval bo'layotgan sahar 3 paytida bo'layotgan paytida notanish qanday boshqa fuqarolar, bizni mahallada yashamaydigan insonlar va bu yerda bo'lmagan holatlarda soat 3 da bo'layotgan urushda bizni qo'shnilar qandaydir jam bo'lib tushib olib urushayotgan. Biz domchi to'plandida hammasi ajrashib boshladi. Asosiy bo'layotgan narsani shu qo'shnilarimizdan bir jam bo'lib turib chiqayotgan holatda qo'yda bir so'z narsa, o'g'inga o'xshaydigan bir so'z narsani bitta qo'shnimiz ezodib, ashundan naryad va militsiyalar tez yetib kelib, skori tez yordamni ko'rsatganlarda xursand bo'lib qoldik bashbat. Mazkur holat yuzasidan 3 nafar fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ayblanuvchilarga qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlari tamomlanib, 2025-yil 8-iyul kuni ayblov xulosasi bilan sud muhokamasiga yuborilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Asaka tumani sudi tomonidan 2025-yil 27-avgust kuni 3 nafar sudlanuvchilarning har biriga nisbatan 3 yil muddatdan ozodlikni cheklash jazolari tayinlandi. Insonning aqliga emas, jahliga erk berishi uning hayotida og'ir oqibatlarga sabab bo'lishi mumkin. Asaka tumanida sodir bo'lgan mazkur holat ham jahlning oqibatini ko'rsatib turibdi. Shunday ekan, har birimiz muammolarni zo'ravonlik yo'li bilan emas, balki mulohaza bilan hal qilishimiz zarur. Zero bir lahzalik o'zini boshqara olmaslik inson hayotini tubdan o'zgartirib yuborishga sabab bo'lishi mumkin. Bu kun Akmal Mo'ydinov, Andijon.